Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan biz videoni qanday qilib tekst qilishni o'rganib o'tamiz. Bizda kommentariyamizda shunday savol yozgan ekan, videoni qanday qilib tekst qilish haqida aytmagan ekansiz-ku degan savol bilan murojaat qilgan ekan. Hozir men sizlarga 3 ta eng yaxshi veb-saytni sizlarga ko'rsatib o'taman. Nima deysiz? Siz ularga qanaqa takliflar bera olasiz? Birinchisi 360converted.com. Demak, bu saytga kirganingizda mana shu ko'rinish bo'lib turadi. Demak, bu ko'rinishda Robertmi bu? bunda aytyapti, videoni tekstga o'giraman, videoni yuklang deyapti. Audioni tekstga o'giraman, audioni yuklang deyapti. Va hokazo. Demak, audioni tekstga o'giraman deyapti. Real time audio va buni tekstga o'giraman deyapti. Eng kerakli narsa bu YouTube'dan tekst qilib olish. Bizga mana shu hozir men sizga shuni ko'rsataman. Startni bosamiz. 5 ta ошибка video montajni ko'rsatib o'taman deyapti. Buni kopiya olaman, videoni linkini va tashlayman. Bu saytda videoni tekstga o'girib olish ozroq vaqtni oladi. O'shaning uchun mana rus tilini, bu video rus tilida bo'lgani uchun rus tilini tanlayman va unutmang, buni besplatni qismi, ya'ni bepul qismi faqatgina 1 daqiqadan 3 daqiqagacha bo'lgan videoni tekst qilib beradi. Ya'ni siz agar 9 minut bo'lsa, misol uchun 3 daqiqagacha oldimi, keyin yana yuklaysizlarda mana bu yerda 3 dan 6 gacha deb bosasizlar. Videoni kengligiga qarab xullas. Demak, robot emas ekanligingizni tasdiqlaysizlar va bizga tekst qilib o'gir deb buyruq berasizlar. Mana bu yerda ketadi va oxirida ko'rganlaringizdan keyin zagruska tugagandan keyin bizga skachat qilib olishni ko'rsatib o'tadi. Demak, keyingisi videomizning linkini yuklaymiz, download tugmasini bosamiz. Keyingisi downsuk.com veb-sayti. Bu saytda mana xohlagan tilda birdaniga o'girib olishlaring mumkin. Xohlasalaring o'zbekchada. Vaqtni belgilash shart emas. 4-inchisi Iniko. Tilni tanlaysizlar. Bu saytga kirib, hozir bizga rus tilisi kerak. Ruskiy tilni tanladim va mana bu yerda videoning linkini tashlayman. Mana eshitib boshladi va tekst qilishni boshladi. Mana bizga tekst qilib berdi. Kopiya qilib buni audio qilishni ko'rsatganman. O'shunday qilib video qilib o'zingizga moslab olasizlar. Bugungi darsligimiz mana shulardan iborat. Agar savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, biz IT sohasi bo'yicha mo'ljallangan programmalar bo'yicha video darslik chiqarishni boshlaymiz yaqinda. Agar siz kommentariyaga yozib, qaysi programmadan birinchi video darsi kerak bo'lsa, o'shaning nomini yozib qoldirsalaringiz, o'sha programma asosida video darsi qilishni boshlaymiz. Kommentariyalaringizni kutib qolaman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling. Mina.